Salom do'stlar, sizlar bilan Biznes Texnologiya uz kanali. Rossiyaning bugungi hukmdori Vladimir Vladimirovich Putin Rossiya Federatsiyasining eng mashhur siyosiy arboblaridan biri. U 1957-yil 7-oktyabr kuni Leningradda, hozirgi Sankt-Peterburgda tavallud topgan. Asli huquqshunoslik mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olgan va o'z faoliyatini sobiq SSSRning Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGBda boshlagan. Siyosiy faoliyati 1990-yillar boshida Sankt-Peterburg meri Anatoliy Sobchak ma'muriyatida ishlagan. 1996-yilda Moskvaga chaqiriladi va tez orada prezident boshqaruvi hamda FSB, ya'ni Federal xavfsizlik xizmatida yuqori lavozimlarni egallaydi. 1999-yilda Boris Yeltsin uni bosh vazir qilib tayinlaydi. O'sha yil oxirida Yeltsin iste'foga chiqadi va Putinni vaqtinchalik prezident sifatida qoldiradi. 2000-yilda rasmiy saylov orqali prezident bo'ladi va shu bilan Rossiyada hokimiyat tepasida uzoq davom etadigan davrni boshlab beradi. Prezidentlik davrlari 2000-2008-yillar ketma-ket 2 muddat prezident bo'ldi. Bu davrda Rossiyada iqtisodiy o'sish kuzatildi, neft va gaz eksportidan katta daromad olindi. 2008-2012-yillarda konstitutsiya bo'yicha 3-muddat ketma-ket prezident bo'la olmaganidan keyin u bosh vazir bo'ldi. Dmitriy Medvedev esa prezident bo'ldi. Lekin ko'pchilik fikricha hokimiyat baribir Putinning qo'lida edi. 2012-yildan hozirgacha yana prezidentlikka saylangan. 2020-yilda qabul qilingan konstitutsion o'zgartirishlar unga 2036-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi. Siyosiy yo'nalishi va siyosati. Putin markazlashgan hokimiyat, kuchli davlat nazorati va Rossiya qudratini qayta tiklash maqsadi bilan chiqadi. AQSh bilan ittifoqdosh davlatlar bilan munosabatlarda ko'pincha qarama-qarshilik siyosatini yuritadi. Ukraina masalasida 2014-yilda Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shib oldi. Bu xalqaro miqyosda katta tanqidga uchradi va sanksiyalarga sabab bo'ldi. 2022-yilda Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli harbiy hujum boshladi. Bu urush hanuz davom etmoqda va butun dunyo siyosiy manzarasini o'zgartirdi. Shaxsiy qiyofa. Putin o'zini kuchli, qat'iyatli va sportga mehr qo'ygan rahbar sifatida ko'rsatadi. Yakka kurash va suzish kabi sport turlari bilan shug'ullangan. Ko'pincha jamoatchilik oldida kuchli lider obrazini yaratishga e'tibor beradi. Uning shaxsi va siyosiy faoliyati juda bahsli. Tarafdorlari uni Rossiyani mustahkamlab, dunyo sahnasiga qaytargan deb bilishadi. Tanqidchilari esa uni avtoritar uslubdagi hukmdor, erkinlik va demokratiyani cheklagan shaxs sifatida ta'riflashadi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizni kuzatib boring.